Qadrdonlar turar joy majmuasidan birinchi etaj dupleks kvartirani sohibi bo'ldim, ya'ni sotib oldim. Bundan juda ham mamnunman. Asosiy yoqqan joy birinchi navbatda ushbu turar joyimizning lokatsiyasi. Dvorimiz alohida, ravodga alohida o'zini yoshlarimiz uchun futbol maydonchasi bor. Trenajyorliklar bu tomondan ham juda qulaylik. Lekin eng asosiy menga yoqqan joyi bu mustahkam, pishiq, puxta ishlanganligi yoqdi. Qolaversa dizayni albatta bundan mustasno emas. Azizlar, qadrdonlar qurilish kompaniyasi qurayotgan barcha uylarni sifatiga o'zlari kafolat berishadi. Har taraflama mamnunman. Remontlari ham juda chiroyli qilingan. Isitish sistemalari tokli pol o'rnatilgan. Har taraflama Allohga shukr yaxshi, zo'r qilingan. Eshitishimcha, bo'sh kvartiralar sotuvda qolmagan sababiki, har taraflama bu sifatli qilib ishlangan, sifatli qilib qurilgan. Qolaversa, lokatsiyasi ham juda zo'r.